Toshkentda yagona desam, adashmagan bo'laman. Assalomu alaykum qadri baland obunachilarimiz, qadrli topganmiz kuzatuvchilari. Nimaga yagona? Chunki 9 xona 318 metr kvadratli kvartira sotilyapti. Tasavvur qilasizlarmi? Kvartira, uchastka emas. Xonadonimizdan sizlarga chiroyli obzor qilib berishimizdan oldin bitta mehnatimizni qo'llab-quvvatlash holatida layklarni bosib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Qani boshladik unda. Xonadonimizning kirish qismidagi ko'rishinglar mumkin, hol zonasi desak ham bo'laveradi. Endi sizlarga mana bunaqasiga bitta ko'rsak, garderobniy zonalari albatta mehmonlarimiz kelganda kiyimlarini ilib qo'yishlik uchun ham tomonimiz qaranglar. Katta bu yoqda yana bitta garderobniy zonamiz, polnistu topli pol qilingan xonadonimiz. Ko'rishinglar mumkin, mana bu tomonda aka-ukalar bilan mazza qilib PlayStation o'ynashinglar uchun chotki sharoit qilib berganmiz. Televizorning kattaligini qaranglar. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, sizlarga xonadonimizning manzili, narxlarini podrobniy tushuntirib beraman. Ketdik sizlarga. Birinchi, ota-onalar yotoqxonasi bilan birgalikda ularni mazza qilib kitob o'qib o'tirish uchun sharoit qilingan joyini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Hamma texnikalarimiz Bosch kompaniyasiga tegishli. Albatta bunaqa texnikalarni ayollarimiz yaxshi tushunishadi. Ham tomonimiz ota-onalar uchun moslashtirilgan, yoshi katta odamlarga moslashtirilgan spalni. Ko'rishinglar mumkin, mana bunaqa dekorativniy zonalarni qaranglar. Boshqacha odamning ko'zini anaqa og'ritmaydigan, svetlari ham zo'r qilingan, xudo xolasa. Endi sizlarga xonadonimizni bir boshdan, ya'ni kirish qismidan boshlab chiroyli qilib tushuntirib beraman. Mana bu tomonimizda o'zini keng bitta sanuzel qismini ko'rsanglar bo'ladi. Albatta texnikalar LG kompaniyasiga tegishli juda ham keng sanuzelimiz. Bemalol o'zim kirib obzor qilyapman. Sanuzel qismimizni ko'rdinglar. Mana bu tomonimizda oshxona qismimizni qaranglar. Oilaviy mazza qilib choy ichib o'tirishinglar uchun bitta katta joyi, oshxonamizning mana bu tomonida yana bitta joyini ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar. Barcha texnikalar bilan birgalikda sotilayotgan ushbu fayzli xonadonimizni sizlarga chiroyli obzor qilib berishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmasdan maksimal darajada kommentariyada uyimiz haqidagi fikrlarni yozib tursanglar xursand bo'lardim. Eslatma uchun aytib o'tib ketaman, uy egalarining aytishi bo'yicha mana shu ko'rib turgan zinaylarni prosta tak mana bu reshotkalari, mana bunaqa qiyshaytirilganining o'ziga $7,500 pul ketgan. Xonadonimizning ikkinchi qismiga marhamat, ikkinchi qavatiga, ya'ni xonadonimizning endi sizlarga birinchi masterskiy spalnisini ko'rsatib beraman. Qaranglar, spalnining kattaligini. Mana bu tomonda TV zonamiz bo'lyapti. Aka, siz mana bunaqasiga yuring. Qaranglar. Mana bu tomonimizda kendayammi garderobniy zonasi. Xudo xolasa, endi sizlarga birinchi har bitta spalni xonada bo'lishi shart bo'lgan garderobniy zona. Ko'rishingiz mumkin. Men bu garderob deb adashdim. Kendayammi tosh oynasi, ya'ni bemalol nashda oynalar sharoitlar qilingan xullas. Xo'p, mana bu tomonimizda ko'rishingiz mumkin. Aka, bilaman sizda pul ko'p, mana bitta o'tirib bolalarning shovqinidan mana shu uzoqda bo'lib tez obzor qilib berayotganimga charchab ham qolyapman. Albatta layklarni bosib qo'yinglar. Mana bitta bemalol kompyuterlaringizni qo'yib soqqali ishlaringizni davom etqizsangiz bo'ladi. Albatta derazalarimiz bor. E'tibor berib qarasanglar, xonadonimizning har bitta, hattoki mana shunaqa katta dushida ham derazasi mavjud. Hech qanaqa gluxoy emas. Xonadonimizning kattaligini qaranglar, dush qismini. Ham tomonimizda derazalari, albatta har bitta derazalar reshotka qilingan. Xo'p. Hozir biz uyimizning masterskiy spalnisida mana shuncha aylanib yuribmiz. Eson-omon chiqib qolsak, qolgan xonalarni ham ko'rsatishda davom etamiz. Mana bu tomonimizda hali sizlarni 3 ta katta bahaybat xonadon kutib turibdi. Xona, ya'ni ko'rishinglar mumkin. Birinchi Soliha singlimizni o'zini xonasi ko'rishinglar mumkin. Bitta mana bu tikish mashinasi olib chiqib ketiladi, qolgan hamma narsa qolinadi. Tikuv mashinasi, to'g'rirog'i. Mana bu tomonimizda bitta arslon parchasi bo'lgan polvon o'g'limizning o'zini keng xonasini ko'rishinglar mumkin. Har bitta xonada hali aytganimdek deraza mavjud. Shoshilayotganimiz uchun tez gapiryapmiz. Gaplarimizda tutilib qolsa ming bor uzr. Mana bu xonaning kattaligini qaranglar. Nimadir xona foydalansanglar bo'ladi, chunki 9 xonadon mana. Derazalar har bittasi mana bunaqangi setkalarigacha qilingan. Ko'rishinglar mumkin. Endi kelaveringlar. Bu tomonimizda juda ham sal uzoqroqdan oling, eshikni yopamiz. Juda ham aqllilik qilingan, mana bu yerda qaranglar. Bu dush qismimiz, ko'rdinglar. Endi mana bu tomonimizda albatta sanuzel alohida ko'rishinglar mumkin. Boshqachami?
Eshiklarni eng zo'ri qilingan, xudo xolasa. Kelavering, bu tomonni olishimiz shart emas. Mana bu tomonimizda bemalol ko'rpa to'shak qo'yib qo'yishinglar uchun kladovka. Endi sizlarga xonadonimizni tepa qismidan chiroyli qilib uyimizni to'liq ma'lumotini tushuntirib beraman. Yunusobod 18-kvartalda joylashgan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 318 metr kvadratni tashkil etadi. 8 qavatli domni 7 va 8 qavatida joylashgan. Xonadonimiz 9 xonadan iborat, barcha ko'rib turgan jihozlar bilan birgalikda sotilyapti. Hisob kitobini oladigan bo'lsak, mebel texnikani eng zo'ri qo'yilganiga uyimizda korobka narxida chiqyapti desam adashmagan bo'laman. Xonadonimizning narxi $299 ming baholanmoqda. Tasavvur qiling, shunaqangi gigant katta uyda oilaviy maza qilib yashagan bo'larmidinglar yoki $299 ming ga bitta qop-qora gellik bosib olib, Sibir ko'chalarida aka bo'lib yurarmidinglar? O'zingizlar bu gapimga kommentariyasiga bemalol fikringizni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Mashina olgan yaxshimi yoki mana shunaqangi katta uy olgan yaxshimi? Albatta bor odamga mashina ham yarashaveradi, katta uy ham yarashaveradi. Har bittalarga nasib qilsin, sizlar qatori bizga ham nasib qilsin. Uyga haqiqatda havas qildim. Men ham like bosib qo'yaman, siz ham like bosib qo'ying. Topganmiz kanaldan uzoqlashmang.